qizlarning ajaliman deydigan bandliklar. Diqqat bilan eshiting. So'nggi paytlarda ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki o'zini qahramon bilib, qizlarning ajaliman, istagan qizimni o'ray olaman va istaganim bilan xohlaganimcha kayf qilaman deb maqtanayotgan jo'ja xo'rozlar va ayrim aqli noqis erkaklarning gap so'zlari bot-bot qulog'imizga chalinmoqda. Ey nodonlar, diqqat bilan eshiting. Bir paytlar bir tomchi harom qon ekanligingda onangni qornida homila sifatida shakllanding va seni to'lg'oq azobini bo'yniga olib, o'lim bilan olishib, dunyoga keltirgan ham ayol bo'ladi. Bir parcha etligingdan katta qilib, yuvib, oqtarab, oq sut berib ulg'aytirgan ham ayol bo'ladi. Bemor bo'lganingda boshing